Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shohkim. Bugungi biz sizlar bilan Asian Cup'ni ochamiz. Let's go. Biz 8 dan 1 finalga kelganmiz. Mana 8 dan 1 final. Bugun ham 4 ta o'ynaymiz. Yani 4 ta bosqich. Qani ketdi. Ikkinchi qismda ko'rgan bo'lsanglar kerak, juda ham zo'r o'ynadim. Lekin yutqazishim ham mumkin edi, lekin omon chiqib ketdim, yutqazmadim do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar Shohkim kanaliga. Pas. Yaxshi. Yo-mayo. Bular juda ham zo'r o'ynaydi ekan. Bular kuchayib ketibdi. Yo-mayo, foul. Ishtirafman yo'q, foul ekan. Foul bo'lib ketibdi. Yo-mayo, Sulloni qaytarib qoldi. Pas ber. Ajoyib. Va yana bitta. Va bu yoqqa o'tasan. Yo-mayo. Oxirida yording lekin. Hammani aldab turib bitta mana shu himoyachiga aldanding. Attiga himoyachi edi-yu. Shundan ham o'tib ketsang bo'lardi-yu. Yopana. Namujakin. Oy. Yaxshi. Tepishimiz kerak. Bo'lmasa yutqazib qo'yishimiz aniq. Nimaga bular juda ham to'pni tez olyapti? Men to'pni bir ham ola olmayapman do'stlar. Qani? Opa. Sheran. Yopana. Nima qilding, Sheran? Faul yana. Qani tep va men yaxshi vorotar. Zo'r. Nima qilib qo'yding? Yaxshi. Ajoyib. Pas, yo'qmi, nima qilding? Hozir sen nima qilib qo'yding? Nima qilib qo'yding hozir? Hozir nima qilding? Hozir gol olib ketsa yoraman. Yo'q, gol olib ketsa hozir seni yoraman. Mana tepamiz. Bu to'p bizda demoqchiman, lekin albatta bizda ekan. Gol! Sayfullayev gol urmoqda. Do'stlar, bizda birinchi taym 1-0. Toshkentga qarshi tanimayman xullas. Otlar xato, ismlari barcha klubni, mana futbolchilar ismlari xato. Ishontirmanglar. Buni ismi Sayfullayev ekan deb xato. Men yozmaganman, lekin 2026 shunaqa o'zi. Agar sizlar ham o'ynagan bo'lsanglar, ishontirmanglar unga. Birinchi taym tugadi. 1-0 yaxshi o'yin. Hozircha bizda passion 50-50. Mana 50-50. Lekin free kick desa 2-0. 2 marta childirdim. To'p 0 yaxshi. Yaxshi. Sayfullayev yana bitta gol urishi mumkin. Yo'qmi? Barchani aldab o'tdim. 50-minut. Yo'qmi? Sayfullayev prime. Demoqchi edim. Yo'qmi? Ustidan o'tib ketdi darvozaning. Mana. Yo'qmi? 9likdan kiradimikan deb o'ylayotgan edim, lekin yo'q. Sayfullayev oldamoqda va pas bermoqda va u ham oldamoqda. Va. Yo'qmi? Do'stlar, agar
Gol bo'larkan, lekin qiyshiq deb bordi. Menga bunaqasilar men futbolchilarim. Tottenham. Darvozabon bilan gol urgan o'zim do'stlar. Agar hozir men darvozabon bilan gol ura olsam, sizlar videoga like bosasizlar va obuna bo'lasizlar. Ana do'stlar, videoga turing. Hamman aldab kelib gol urolmaydigan barata bu. Qani yaxshi blok qo'ydik. Lekin to'pni nega oldirasan? Nimaga sizlar bunaqa qilyapsizlar? To'pni olgandik, bular rakib jamoaga beradi. Pas bersang, rakib jamoaga pas beradi. Nimaga unaqa bular tushunmadim. Hozir mana shundan gol bo'ladi deb o'ylayapman, lekin gol emas. Yo-mayo. Men futbolchilarim bitta himoya ham tura olmaydi. Yordi. Foul. Yaxshiyam kart bermadi, kartochka. Sayfulloh hozircha zo'r o'ynayapti. Yo'pana bana. Ular hozir 2-1 bo'lib qoladi. Xudoga shukr. Ammo ZBS ya'ni jamoa sardori o'yindan chiqdi. O'yindan chiqqan almashtirildi. Bizga yakunlandi. Bizda eng yaxshi futbolchi Sayfulloh. 84 ball berildi. 4dan 1 finalga ham kirib oldik mana. Agar final yetkazib qo'ysak do'stlar, juda ham bo'ladi. Finalga ham menimcha shu o'yinda o'ynaymiz. Bu final bo'ladi. Mana shu kubokni ochishimiz kerak. Nima? Oldik, yaxshi. Yaran, Sayfulloh. Albatta gol ekan. Do'stlar, Sayfulloh, respekt. 5-minutda. Hozir biz eng kuchsiz jamoa bilan tushdik yoki mening jamoam zo'r o'ynayapti. Mening o'ylashim bo'yicha juda ham kuchsiz jamoaga tushdik deb o'ylayapman. Ya'ni bunday deganim, kuchsiz jamoa bilan o'ynayapmiz hozir. Nima qilyapsan? Oldiga boringlar. Mana shunday. Lekin bunday demoqchidim. Hozir gol bo'lib ketadi do'st. Futbolchilar, nima qilyapsizlar o'zi? Bitta gol uringlar. Mana rakib jamoaga pas bergandan ko'ra. Mana shunday chillab berasizlar faqat. Mana hozir bitta yellow kart olsang, ya'ni sariq kart olsang, bo'lsa o'yindan ketasan. 11 ga o'ynaymizmi keyin biz? Qani yaxshi. Sayfulloh. Sheran o'ziga qaytardimi? Yo'q. O'ziga qaytardi va yo-mayo namcha qiyshiq.
Top nol. Olamadı. Top olmadı. Endi biz topni o'zimiz olamiz. Barchani aldab o'tishga tayyorman. Nima? Do'stlar, biz zo'r jamoaga tushibmiz shekilli. Yo-mayo. Yana bitta ikkita yellow kart. Sariq kartochkalar ko'payib ketyapti. Vorada yana do'stlar, shundan keyin yonida turibdi. Hozir gol kelsa nima qilmoqchisan? Do'stlar, ular vorada ham uzukcha gaplab gol bo'lmaydi desa ya. Judayam katta kulib vorardim. Yo'mayo. Yaxshi. Nima qilyapsizlar? Va bu gol emas ekan. Men 2-0 deb o'ylayman. 4 minut qo'shib berdi bizga referi. Nima qilyapsizlar? Nima qildim hozir men do'stlar? Tushlarganim yo'q-ku, qaranglar. Qo'lim tegib ketdi, shunday yiqilaveradi bular. Namuncha tegman hozir bu komanda. Frikik ancha. Birinchi taym. Pozisyon bizda 52, ularda 48. Shot, Dragic, ularda 3, bizda 4-1. Frikik 3-0. Yo-mayo. Bizlar vorata o'ynaymiz. Biz tarkibni o'zgartiramiz. Bo'lmasa yutkazamiz. Odamlar o'zgargani yo'q, lekin nima deyishni chiqib ketdi. Ham editing dedi shu. Va mana anaqa o'ynasanglar bo'ladi ekan. Gol Komalatov. Ismga qaranglar, Komalatov. Qani yaxshi. Topni ol. Topni bittasi ham olmaydi bular. Pas yaxshi ajoyib. Va tepdik. Pas. Yana bitta pas va nima? Penalti, lekin jarohat. Yo-mayo. Buni o'rniga biz mana shuni chiqaramiz. Penalti. Xursandman, lekin axir jarohatga ketdi Shiran ayniqsa. Gol. 2-0. Qani. Endi bu yerda ikkita kuchli bor, ya'ni Sayfullayev va Komalatov. Yo-mayo. To'g'rilik. Nima? Do'stlar, vorata judayam kuchliroq bulardagi. Nima qilyapsizlar futbolchilar? Topni olishga bir qo'shing. Sizlar hozir gol olib ketadi. Yaxshi. Agar hozir gol olib ketsa, judayam og'ir bo'lardi. Namchi ular Realnagi kimga o'xshash kiyimni kiyib yurishibdi. Yo'q. Gol! Komalatov.
Endi esa mana juda ham realni kemiga o'xshash. Agar yana bitta Komolot gol ursa, hat-trick bo'ladi. Nima qilyapsan? Komolot qani yaxshi yuguryapti va aldandi, lekin o'zi ham aldanib qoldi. Topni berib qo'ydi-yu. Topni olishdi va qaytarishdi topni unga yana imkon berishdi. Va hat-trick keladimikan desam, hat-trick qilmas ekan. Ana Marseldimi? Qani yaxshi Sayfullayo nima qilding? Topni oldiga boringlar. Nima qilyapsizlar? Ularga pas berib. Do'stlar, mana biz yutdik. Do'stlar, hammaga xayr, sizlar bilan Shoh Game edi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Video tugadi. Keyingi qismda finalni olamiz. Tuga